Uyghurlarning kishilik huquqini dafsana qilishi sababli Amerika hukumati tomonidan jazolangan Xitoy ئەمەلدارى Wang Mingshan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik siyasi-qonun komitetinin сеكрىتارلىقىغاتەيىنلەنگەن. Onun 25 ve 26 sentabr kunlari Beijingda atalmış Şinjan xizmati suhbat yig'iniga chaqirilib, orqadanla bu vazifaga tayinlanganligi ma'lum bo'ldi. Bunun oldida onun atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining doimiy a'zoligiga tayinlanganligi e'lon qilingan edi. Wang Mingshan Amerika Moliya Ministrliği bu yil 7 oyda Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiliklariga ishtirok qilishi sababli embargo qo'yilgan Chingchungu qatorliq 4 Xitoy amaldorlarining biri. Wang Mingshan Xitoyning Uyg'ur elidagi cho'ng tutqunni boshlangan 2017 yildan beri atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik Jixi nazoratining partikom sekretari, naziri qatorliq vazifalarni o'tab kelgan. Amerika Moliya Ministrliği Wang Mingshan qatorliqlarning 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning tutqun qilinishi, ularning tan jazosi, rahimsizlik, jismoniy va jinsiy xo'rlash, majburiy emgak va o'ldirishda g'ayri insoniy muomalaga uchrash qilmishlarga ishtirok qilganligini ilgari surgan edi. Analizchilarning ta'kidlashicha, Xitoy hukumati Wang Mingshanni bu vazifaga tayinlash orqali Amerikaning embargosiga raqobat e'lon qilib, atalmış Şinjan siyosati o'zgarmaydi degan bishoratni bermoqchi ekan. On 8 oktyabr yuzlagan kishi Kanadaning Vancouver shahrida namoyish qilib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan vahshiy muomalasiga norozilik bildirgan. Qo'lida 3 million Uyg'ur tutqun lagerlaridan qo'yib berilsin, Xitoyni boyqut qilayli degan lozunkalarni ko'targan namoyishchilar Vancouver san'at ko'rgazmasining oldida to'planib, bu yerdan Xitoy konsulxonasiga yurish qilgan. Hindiston Bilamiz nomli tor gazetining xabar qilishicha, bu namoyish Vancouver'dagi Kanada Hindiston do'stlari tashkilotining boshchiligida Tibet, Demokratik Xitoy va Uyg'ur jamiyatlari va jamoat taraflaridan uyushtirilgan ekan. Bu mazkur tashkilotlarning yaqinqi bir oy ichida Vancouver'da Xitoyga qarshi ikkinchi qatim bu xil namoyishni uyushtirishidir. Namoyishchilar Xitoy konsulxonasining oldida uning 3 milliondek Uyg'urni lagerlarga qamalganligini ayblagan. Kanada Hindiston do'stlari tashkilotining mas'uli Manendergel so'zida Xitoyning axborot erkinligi, so'z erkinligi va yig'ilish erkinligiga tahdid solayotganligini bildirib, Xitoyning mas'uliyatsiz va diktatorlik qilmishini qattiq tanqid qilgan. Bu namoyish Kanada bosh ministri Justin Trudeau o'tgan hafta Xitoyning kishilik huquq masalalaridagi tahdid va majburlash diplomatiyasiga tuz bukmaydiganligini ta'kidlab, orqadan o'tkazilgan. Trudeau so'zida Kanadaning Uyg'ur va Hong Kong masalalarini davomli tilga oladiganligini bildirgan. Hindistan armiyasi Bırxıtay əskərining Xitay bilan chegaralangan Ladakh rayonidagi amaliy kontrol liniyasidan o'tganligi uchun qo'lga ilinganligini xabar qildi. Hindistan armiyasi e'lon qilgan bayonotda ikki davlat o'rtasidagi amaliy kontrol siziqidan o'tgan Xitoy Xalq ozodlik armiyasi a'zosining Ladakhning Dimjuk rayonida tutib turilganligi bayon qilingan. Xitoy armiyasining Hindistondan yo'qolib ketgan askarning qayerda ekanligi to'g'risida uchur so'raganligi va askarning Cho'shun Moldo yig'in nuqtasida zarur tartibla tamomlangandan keyin tuzilgan kelishimga asosan Xitoy armiyasiga qaytarilganligi bayon qilingan. Bayonotda Xitoy askarining haddidan ziyoda egizlik va nachar klimat sharoitining ta'siridan saqlanish uchun oksigen, yemaklik va issiq kiyim qatorliq davolash yordami bilan ta'minlanganligi o'tirg'i qo'yilgan. 6 ayning 15 kuni Hindistonning sharqiy shimolidagi Ladakh rayonida 20 Hindiston askarining o'lishini keltirib chiqargan va rayondagi jiddiylikni kuchaytirayotgan to'qinishni keltirib chiqargan bu jarayon Xitoy askarlarining 5 oyning 5ida Ladakh rayoniga kirishi va u yerda chidir va harbiy o'rin ta'sis qilishi bilan boshlangan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Amerika va boshqa davlatlarga qaratilgan torhۇجۇمى sababidan Rossiya-ھەربىي axborot bilan munosabati bor 6 ئەمەلدار ustidan jinoiy ishlar arzi sunganligini e'lon qildi. Pompeo Amerika Adliya Ministrligi va Federatsiya tekshirish idorasining bu vaqtdagi bayonlariga murojaat qilib, Rossiyaga qarta inkos qaytardi. Rossiya hərbiy axborotining torhۇجۇمى orqali buzg'unchilik va muqimsizlashtirish faoliyatlarini elib borganligini ta'kidlagan Pompeo, bu Rossiya hərbiy axborot qismi dunyoda ko'rilib boqmagan eng buzg'unchi va yomon g'arazlik yumshoq detalni ishlatdi dedi. Pompeo Amerika, Yevropa va Osiyo davlatlarida bu torhۇجۇمىdan necha milliard dollar ziyon tortganligini tilga oldi.
U ئارمىيىسى ئاخباراتىنىڭ 2017 yılı Ukraynanı nişanlab, qatnaş və səhiyyə tarmaqlarını öz içigə alğan ul əslihə mülazimətlərinin xizmətigə ağır dəxil tərüz qılğanlığını oturğa qoydu. Gollandiya müstəmləkçilik tarixidəki qara dağını tazlaş üçün töləm töləşkə qoşuldu. Gollandiya cinayəti üçün sabiq müstəmləkisi Hindoneziyəyə töləm berdi. Gollandiya Tashqi ishlar ministri Steve Blok və Dövlət Müdafiə ministri Eng Shoten Gollandiya parlamentiga yazgan xətida Gollandiya sotining martda bergan töləm qaroriga qarshi turmaydiganligini aytdi. Xatda 1946 yılı 1947 yıllardaki müstaqillik urushida Gollandiya askarlari tarafidan o'ldirilgan hindoneziyaliklarning bolalarga 5000 yevro töləm beradiganligini bayon qilingan. Danhag rayonluq sud məhkəməsi martda Gollandiya askarlarının 1949 yılı 1947 yılları Hindoneziyanın Janubiy Sulawesi şəhərdə Hindoneziya ərlərini itib qanunsuz hərəkət qılğanlığını qarar qılğan.